Ana singlingizdan-chi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Bu shunaqa sal anaqarodi bu. Shu ayollar quyilib qoladi, ha. Shu qizlarni ko'rsa-chi, anaqa o'zini sustura olmaydi. Shunaqa bir yoyilib ketadigan bolalar deydi, yoyilib ketadigan. Lekin haqiqatan ham Mashhuraxon go'zal, sinimi juda ham go'zal ekanlar. Haqiqatan ham ilhom keldi, menimcha Picasso janoblariga. Ha, bu chiroyli qizdan ko'rsa o'zi ilhom keladi. Sani ham ko'rsa, Karinani ko'rsa faqat ilhom ochilib turadi. Ijodkor inson, ijodkor. Qara, shu yerda o'zi Mashhuraxonga bir chiroyli she'r o'qib bera olasanmi? Mashhuraga. To'rt qator. Mashhuraga atalgan. To'rt qator. Qani ketdi. Senga atab she'rlar yozsam, ojizdir so'zlarim. Ha. Seni ko'zlaring menga yoqadi, shahlo ko'zlaring. 8 milliard inson ichra Mashhuraxon mening go'zalim. O'ynanib ketdi. Shukur aka. Qarang, bu she'r sam o'tkazsa bat dilbuz ketib yurdi. Yo'q. Necha milliard marta aytilgan she'r Usmon siqasi. O'zi rashk. Mashhuraga yengiling endi, Mashhuraga yengiling. Qabul qilasiz. Nimalar olib keldingiz? Ber sovg'alarni. Topshir sovg'alarni. Qani, shunaqa ayollarni yaxshi ko'radi, narsalar olib keladi, ko'yinni ko'taradi Ro'shan aka. Ana Mashhuraxon gul ana. Haqiqiy gul Mashhuraxon, haqiqiy. Ana Karinaxonga. Rahmat. Ana Atirgulni, o'zlari Atirguldi. Bular qizlarimiz. Ana baraka top. Bo'ldimi? Paypon ichidan narsa olinmaydimi? Nima bor? Bormi? Bor. Ber topshir. Voy ana. Boshqachasi kelibdi. Nechta? Bilding Mashhura kelishini. Qani. Mashhuraxon ana chupi-chupi shimib o'tirasiz endi. Ana. Quruq qo'ldan ketdi Mashhuraxon. Ana. Dilfuzaxon. Rahmat Picasso, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Ro'shan akangmi yo'qmi? Yo'q, endi. Nimaga olib kelmadingiz? Ro'shan akaga surat unda, suratni chizasizmi, sovg'a qilamiz. beramiz. Ro'shan aka bir rasm chizib berasan, bo'ldi. Ro'shan aka shu rasmni sizga beradi, chizib. Nima chizib berasan bugun? Sharoitga qaraymiz bilasiz. Siz oxir payt sharoitga qarayapsiz o'zi ham. Uylanasizmi, uylanmoqchimini, uylanmayapsan, sharoit yo'q deydi. Xohish bo'lsa, xohish bor, iloji yo'q deydi. Shunga o'xshabsan nima? Aylanib ketdik. Bo'ldi. Sen chiroyli rasm chizasan, Ro'shan akamdan bir chiroyli tarona. Nima qo'shiqni chiroyli berasiz Ro'shan aka? Mashhuraxon raqsga tushganlarmi?